Roma Tours do'konida ajoyib yengil okara ko'rasizlar. Bo'm-bo'sh ekan, sababi bizda hozir soat 8 dan ish faoliyati boshlanadi okara. Hozir bilan do'konimizga bitta kirib obzorni qilamiz. Ertalabdan okaramizga juda ham qulay bo'lyapti. Ertalabdan kelib xaridlarni amalga oshirib ketishyapti. Qani ketdik. Okara ko'rasizlar, ertalabdan ish juda ham qisman bo'lyapti. Bu yerda birinchi xaridimizni amalga oshgan o'zi ertalabdan okalarni kelib bemalol Stenki bo'shligida, ko'chalar bo'shligida probkasiz bemalol xaridligini amalga oshirishyapti. Bundan tashqari okangida yana mahsulotlarni qidirib yurishdi. Yani okamdan o'zlaridan bitta fikrlarni eshitib ko'ramiz shu mahsulotlarimizdan olganlarida. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizmisiz? Shu do'konni Instagramni yurg'izamiz biz. Roma Tours Instagramni yurg'izamiz. Ko'rdik xaridingizni, ko'rib chiqdim, nimalar olganingizni. Nima uchun bizani tanladingiz? O'zingiz bitta fikringizni aytib o'tsangiz aka. Narx-navo bo'yicha ilkin Viber ko'pligi uchun. Viber ko'p Navoiydan ko'ra ko'proq Navoiydan keldim. Shu Instagramdan ko'rib, Instagramda ko'rgansiz bizani. Instagramdan ko'rib, narx-navo yaxshiligi uchun, ilkin Viber ko'pligi uchun. Okamlardan eshitdingiz, bizani Instagramda ko'rib, ataylab mahsulotlarni xarid qilish uchun Navoiydan kelgan ekanlar. Chiroyli narxida qilib berdik, xudo xolisa, kafolatlar bilan qilib berganmiz. Agar yana kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol do'konimizga kelaverasiz. To'g'risi, keyin safarga katta skidkalar bilan qilib beramiz. Bundan tashqari bizning 12 viloyat bo'ylab dastavkamizda bor, aka. Sizlar ham bemalol 12 viloyat bo'ylab dastavkamizdan xizmatdan foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizdan ham ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafimizdan okalarimizni, mahsulotlarimizni tanlab uje xarid qilishni boshlashgan. Bemalol ertalab 8 dan kech payt 7 gacha do'konimizga kelib xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi, aka.